Assalomu alaykum muhtaram ko'rurman do'stlar. Hammanglarga Fidoylar ekranning o'ttiq salom. Fidoylar ekraniga xush keldinglar. Biz mushu naq maydon programmasini boshlagandan buyon Uyg'ur jamiyati, vatan xalqimizning ehtiyojiga uyg'un deb qaralgan, ozroq va manfaatli bo'lgan turli sohadagi temalarda universal ko'p qirliq programmalarni ilib bordik. Bizni ta'qib etgan qarindoshlarimiz asosan bo'lib o'tilgan butun programmalardan asosan xabardor. Hozirga qadar bizning eng bosh og'riqimiz bo'lgan masaladan birisi uqishmaslik, tushunishmaslik bo'lib keldi. Buning sabablari nihoyat ko'p. Ammo o'rtaq bir nuqtaga yig'inchoqlash to'g'ri kelsa, o'xshash bir tilni qo'llanib turib, o'zaro tushunisholmaydigan bir to'plumga aylanib qolganligimiz reallik. Bunun tüp sebeplerini aktirish orqali bizning mushu aql, tafakkurga aloqador ilmiy bir leksiya, darslik o'rinlashtirolmaganligimiz, bu sohada o'xshash bir mazmun tushunchaga erisholmaganligimiz tufaylidan birimiz masalaning yana bir tarafidan, birimiz boshqa bir tarafidan qarab, davomli ziddiyatlik munozirada ve uqishmaslik krizisida yashab keldik. Ana shunday bo'lganligi uchun oxiri vatandoshlarimizningki ehtiyoji bor ekan dedik. Albatta shu qatorda sizlarning sababingiz bilan biz ham o'rganib boramiz. Shu maqsadda aql va tafakkur nomli bu programmani diasporada yashayotgan ilm ahllari ichida mush sohaga eng uyg'un deb qaralgan Ahmetcan Osman, hammanglar xabar bor, shoir Ahmetcan Osmanni taklif qildik. U kishimi ishning vaziyati, vazni, ehtiyojimizning nimasidan ko'rib, zaruriyatidan ko'rib, alohida vaqt ajratdi. Buning uchun o'ziga rahmat aytamiz. Ekranimizda Ahmetcan Osman. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Assalom, xush bulduk. Ko'p rahmat, alohida vaqt ajratib, mushu tema haqida birlikda muzokara qilamiz, o'rganamiz degan qizg'inligingiz uchun xursandlik bilan tashakkur bildiramiz. Ya bu temaga vaqt ajratish emas. Hamma vaqtimiz mush temaga bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, chunki siz biroz burun deb o'tgandek bizning oramizda Uyg'urlarning orasidagi tushunishmaslik mana shu masaladan kelib chiqadi siz degandek. Shunga buni oldin Allah bir deyish bo'lmasak, tushunish bo'lmasak, so'zlash bo'lmasak, tushunishmaslik yana davom qilib ketaveradi. Shunday ekan. Ama şu reallik qaraydigan bo'lsak, shu keyingi 150 yil, 200 yil mobaynidagi ma'rifning asosan tarbiyalash obyektivi mavjud sistemaning funksiyalarini joriy qiladigan qo'l ishlab chiqarish bo'lib ekan. Shuning uchun shu mutafakkur, falsafiy ustozlar bo'lgan faylasuf deganlarning keyingi asrda maydon kelmasligimi, mushundan bo'lish kerak degan nima kelib qoldim men fikrımga, tushunchaga. Bizni bugun shu turli ne'matlar bilan bugungi davrning rohatlariga, ya'ni rohatlar demaymiz-da, ya'ni munosib bo'lgan texnologiyasiga so'rab elib kelgan dunyoning o'zgarishiga sabab bo'lgan insonlarning ko'pinchisi hozir biz deyotgan qulluq ma'rif sistemasidan yulqinib chiqib, o'zi ko'rgan bir bo'shliqda tafakkur bilan yangi bir ijodiy qadam tashlab o'ngab utuqlikka erishganlar ekanda. Bizda endi mustamlikada qolganligimiz sababi tufaylidan xalqimizda bunday bir imkonlama bo'lmabdi. Tirishqanlik bo'ldi albatta. Masalan, esimda qolishcha suv bilan mang'adigan motor, havo bilan mang'adigan motor degan narsalarni ijod qilgan do'stlarningki videolarda chiqqan bir zamonlarda. Bu texnika agar diasporada bo'lib qolgan bo'lsa, ash texnikaga tayanib turib, butun millatning inqilobining iqtisodiy manbasi bo'ldi ekanmi deyishib qoldik. Ya'ni bizmi shu bugun yashayotgan insoniyatlar orasidagi aqli va tafakkuri bor bo'lgan insonlik sistemasida mukammal yaratilgan bir maxluq bo'lish bilan barobar ekanmizda. Faqat bizga nima berilmagan, imkon berilmagan ekan.
Şuna nurgun feylasuf nimelerimiz var, profesörümüz var, doktorlarımız var, iqtidorli insanlarımız var. Eğer devletimiz bakmamız ularning her biri nayt katta vazifelerde devletning kurulumlarida xizmat ishlaydigan qarindoshlarimiz bo'lganda, lekin ularga devletimiz bo'lmaganligi tufaylidan ular o'zining ilmiga loyiq ravishdagi o'rinlarga erisholmaylik. Bu bir yurak siqilgan tarafdan. Endi temaning bugungi temaga aloqador tarafi nima desa, men nimani ilgari surmoqchi desa, aql jihatda insonlar qaysi darajada ega bo'lsa, Sharq Turkistonliklar, Uyg'urlarmi uningdan kam emas. Ortiq bo'lsa bo'ladiki, kam emas degan xulosaga kelgil bo'ladi yani. Uning lekin bizdagi har bir Uyg'ur, har bir Yaponlikdan, har bir Yahudidan, har bir inglizdan aqlliq. Ama 2, 3, 4 bir grup bo'lib qolgan chog'da hammaning keyindan sanash mumkinchiligi bor deydigan bir xulosani anglaydik. Uning sababmi dal programmaning bosh kirish qismida so'zlangan o'zaro uqishmaslik tufaylidan maydonga kelgan ekan. Shunga biz aqlimizni tunishimiz, uni o'xshash bir ko'z qarashda hech bo'lmasa o'rtaq bir xulosa bir tushuncha kelolsak, ashundan boshlansa og'zimda ziddiyatlarning biroz yeshimiga tezroq boramizmiki degan umid qildik. Men gapni qilib qoldim, kechirasiz. Yani yaxshi oldu, yaxshi muqaddima bo'ldi. Mushta bo'lish kerak. Ammo shu programma shu taqozo qildiligini tushunib yetib sizga talab yozdik, uzun bo'ldi. Menmi biroz kechiktirgan bo'ldik bizmi? Sizmi jiddiyatni his qilgan ekan, qancha tez bo'lishi shuncha yaxshi dedingiz. Shunga yana vaqt qistab qolgan bo'lsa-mi, qisqa muddatda programmani boshlagan bo'ldik. Shukrlar bo'lsin. Programmaning kirish qismiga aloqador bayatı men biroz ichimdagini to'kkan bo'ldim. Sizning yurak so'zlaringiz siz bo'lsa bir anglab o'tib ketgan bo'lsak. Siz bilgandek bir mustamlika millat boshqa millatlarga o'xshash, ya'ni mustamlika bo'lmagan millatlarga o'xshash, aql jihatda o'xshash bo'ladi. Yani hech qanday farqi bo'lmaydi. Aqlan. Lekin mustamlika millatning mustamlika bo'lmagan millatdan aqlan farqi hamda qanday bo'ladi degan vaqtda siz yine eskartib o'tgandek yani aql har qanday bir insonga, bir millatning bir a'zosiga şu milletning milliy maarifi tarafidan o'rgatiladi. Yani aql asli o'rgatiladigan narsa. Chunki aql qandaqto biz Uyg'urlar aqlni Alloh bergan bir ne'mat deb qaraymiz. Amaliyotda aql ne'mat emas, Alloh bergan ne'mat emas. Chunki aql inson tug'ilganda inson bilan birga tug'iladigan narsa emas. Aql o insonning aileden, cemiyetten, özleştirdiğin bir iktidari. İnsanın bir iktidari. Şuna bu iktidar yanıla siz eskertkenge okşaş milli muariftin buludu. Yani mekteplerde, yeslilerde, otur mekteplerde, universitetlarda, anından keyin tadqiqot markazlarida degandek bu shunday yerlarda o'rgatiladi aql. Endi bu aqlni o'zlashtiradigan insonning tabiiy iqtidori bo'ladi. Ya'ni inson tug'ilgan vaqtida insan bilen bille buludğan, yani bille kelediğan bir iktidar var insanda. Mana muşu iktidar aqlni yetildirdi insanda. Aqlning yetilişi, aqlninki özleşişi, aqlninki sistemleşişi, aqlning bütün jarayonining to'liqlanishini kapolatga ega qiladigan iqtidor bu endi.
bu iqtidarni söhbetimizning davomida texmi aniqlash fursatiga ega bo'lamiz. Endi mening demoqchi bo'lganim mustamlika millat xalqi yoki mustamlika millatga tabi bir kishininki aqlining qo'shbashning ichida yetilmasligi, ya'ni uning milliy ma'rifining bo'lmaganligidan bo'ladi. Uyg'urlarmu milliy ma'rifi bo'lmagan bir xalq sifatida, bir millat sifatida ularda tabiiy tug'ilishidan bor bo'lgan iqtidor yetildiradigan aql bo'lmagan. Yoki bo'ldi degandimu ya'ni şu jarayoni, aqlning şu sistemasi jarayoni mükemmelligi, to'liqligi amalga oshmagan. Şuna biz sizning mushu programmangizda endi mushu bizda kam bo'lib kelgan necha yüz yilning deganda men hech bo'lmaganda 1759 yildan hisoblasak, masalan, Manchun işgaliyetidir. Demek ki 2,5 asırdan buyan bizde bu milli ma'arif bo'lmaganligi uchun muşunun o'rnini mana mushu siz o'rinlashtirgan programmalardek mushundaq munbarlarda, supularda buni yani dastlabki qadamda amillashtirish imkoniyatiga erishimiz demoqchiman. Gerçi bizning bu fidoyilar ekrani resmiy o'lchamlik davlat televiziyasi bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo xolislik bilan va kanara quchoqni kang echish nimasi bilan hammalarga o'rtaq bir maydon berib kelganligi maydon, ya'ni o'rtada. Bundan maqsadni shu xalqimizga manfaat bo'lgan ilmiyatini bayqasak, shuni asos qilgan edik. Shunlashqa ekranga chiqqan qarindoshlarimizning ba'zilari bizdan eshib chiqadi. Ya'ni bizning saviyamiz u qarindoshlarga yetmaydi. Bizning bu yerga taklif qilganimiz ularning hatto darajasini tushirib aytgan bo'lamiz yani. Ama ba'zilariga egizgap qilish mumkin. Lekin hammalarga o'rtaq bir masala shu xalqimizga bir manfaat yetib qolamdiki deb vaqt ajratib, atatin kelganligi uchun ekranning ismini shunga fidoyilar ekrani. Fidoyi emas, fidoyilar ekrani. Hammalar mushu ekran orqali fidoyilik qilayotganlar deb shunday nashr qilingan bo'ldi. Milliy ma'rifninki bo'lmasligi shu millatning milliy aqlining tövellab ketishiga sabab bo'lganligini tilga o'tdingiz. Bundaqda shu bir Uyg'ur, bir Yahudidan, bir inglizdan, bir yaponlikdan aqlli degan so'zda shaxsiy aqlning bu to'salg'iga, ya'ni bu milliy ma'rif nimasidan o'ziq ololmasligidek bu yetersizlikka bundan qandaq atlab o'tgan bu? Buni qandaq tushunishimiz mumkin? Kimlar? Mesela her bir shaxsni bir inglizdan yoki bir yahudidan aqlliq degan tuqum qandaq maydonki? Tushundim. Bu o'tish faqat hozir biz qilayotgandek bo'ladi. Masalan, shaxsan sizni misolga olaylik. Masalan, siz hech bo'lmasa aql to'g'risida o'ylandingiz va shundaqla men bilan ve başkalar bilen bu vaqtda söhbetleştiniz, paranlaştınız. Muşunun özüler sizinki muşu akıl hakkında mustemlike boğan bir milletinin azası kılanmaydıgan işini sizin kıgallıkınızını bildirdi. Yani kılıvatkallıkınızını bildirdi. Siz bu babda mesela milli ma'arif öteydiğen rolünü
Sizning o'qishga bo'lgan, kitob ko'rish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishingiz bilan, bilish ishtiyoqingiz bilan va shundaqla tafakkur qilish iqtidoringiz bilan yetildirgan va milliy ma'rifning o'rnini og'izgan bo'lasiz. Shundaq bo'lganda bizningki Uyg'urlarning orasida mushu aql haqida o'ylanish imkoniyatiga erishganlar, ular albatta milliy ma'rifni o'zlari elib bora olganlar. Bular dastlabda, men sizga misol bersam, 80-yillarda bizning davrimizda hamda, ya'ni bo'libmi biz shu yangi Uyg'ur she'riyatini, unga she'riyat harakatini boshlagan vaqtlarimizda u chog'da bizning milliy ma'rif bo'lmagan. Amaliyat milliy ma'rifimiz botdig'i, Uyg'urcha o'rgatdig'i, Uyg'urcha maktablar botdig'i deymiz. Amaliyatda u maktablarda o'rgatilgani bizning milliy ma'rif emas. Yani milliy ma'rif emas. U Xitoy ma'rifi, bundoq vaqtida. Uyg'ur tilidagi Xitoy ma'rif. Shunga biz shu vaqtlarda mushu ma'rifning o'rnini nimadan oldik desak, masalan, ko'pinchimiz Xitoycha bilatdik. Xitoy tilini bilatdik. Shunga Xitoy tilida kitoblarni o'qidik. Asosliq insoniyat aqlining, tafakkurining eng asosliq mevelari deb hisoblanadigan kitoblarni imkon qadar shu Xitoy tilida o'qidik. Onundan boshqa yana bizda boshqa tillarni, Xitoy tilidan boshqa tillarni o'qiganlar bo'ldi. Shaxsan men shularning bir misoli, masalan, men 82-yili Suriyaga o'qishga chiqqandan keyin arabchani o'rganib, Xitoychaga qo'shib, men arabchani o'rganib, arabchadan yana Xitoychadan o'qiy olmaydigan kitoblarni o'qidim. Mana mushundaq o'qish, bilish ishtiyoqi va shundaqla tafakkur qilish nimati insondagi mushlarning hammasi bizni 80-yillardagi shu yoshlarni, shu jangovar nima deymiz, avangard deymiz. Avangard deyli, avangard deb turayli. Men onunla Uyg'urcha ismini topolmay hozir shu o'ylab turgandim. Bo'pti. Avangard yoshlar aql haqida o'ylandik. Endi mushu aql haqida o'ylanish yana bir tarafdan biz xalqaro, yani dunyo manbalarini, dunyoninki tafakkur o'tanglarda bo'lgan vaqtimizda, ya'ni shu mashhur kitoblarda deyli, o'tanglarda qo'ngandan keyin biz endi o'zimizning, ya'ni milliy tafakkurimizning qandaqligini, nimaligini tushunishga boshladik. Shuning bilan biz milliy aql deb turayli, masalan, Uyg'ur milliy aqlining Navoiy, Mashrabga o'xshash shoirlarda, bizning klassik shoirlarimizda va shundaqla Farabiyga o'xshash bizningki faylasuflarimizda va shundaqla Yusuf Xos Hojibga o'xshash mutafakkurlarimizda
yetilganligini, meyve berganligini ko'rdik. Shuning bilan mushu milliy aql haqida biz Uyg'ur milliy meroslaridan izlanishni o'rgandik. Demak, Uyg'ur milliy aqli bor. Chunki u chaqda Uyg'ur millati mustaqil bir millat edi. O'zining davlati, vatani, o'zining milliy ma'rifi bor bir millat edi, Uyg'ur millati. Shunga ularda bu milliy aql mevisi bo'lgan. Ya'ni meviliganda. Keyincha bizlarda undaq bo'lmadi bizning davrimizda, chunki biz allaqachon mustamlika bo'lib, milliy ma'rifimiz yo'qolgan. Shuning bilan, shu yo'qolish bilan bizning milliy aqlimizmi yo'qolib ketgan. Shunga sizning savolingiz bo'yicha javob bersak, oldi bilan aql haqida Uyg'ur tilidan boshqa tillarda izlangan va shundaqla Uyg'ur klassik Uyg'ur tilida izlangan. Mushu ikki yo'linishda, mushu ikki frontda jang qila olgan Uyg'ur individuallari ondan Uyg'urning milliy aqli bilan tunishib chiqqan yoki tunishib chiqa olgan desak bo'ladi. Darvaqa biz shu maqola degan narsani o'qishga sal bunimizning tiqqidek bo'lgan vaqtlarimizda. Chunki uni oldida biz hazm qila oladiganimiz hikoya edi. Yoki asli burun she'r edi. Siz Gungu she'riyati deb ataldi. Gungu she'r maydon kelgan yerga mingimiz to'xtab qoldi. Bu nima deyotgandi? Tushunmaydigan bo'ldik. Bundan keyin maqolaga biroz bunimiz tiqqan chog'da shu Abduqodir Jaloliddin qatorliqlar Botir Ro'zi degan shu ro'zilardan bir qancha sizlar aytgan bayatniki millatniki shu Bayroqtar, avangard elitlar aqlli odamlari o'tirib elib chiqqan fikrlarning shoxlarida yamishadigan bo'ldik-da. Mana deb qaranglar, biyas tushunmasa bu manda debdi deb ataydi izlangan ashundan o'zimiz yaxshi ko'radigan bir yerlarni topsak xo'sh kelgan bo'lib ketgan. Ya'ni demak shu bolaligimizning shu aqlga qadam qo'ygan bosqichlarda bizga o'rnak bo'lgan insonlarning qatori sizim bor-da. Voy Ahmadjon Osmon falan she'r deb qarayotgan. Darvaqa milliy ma'rif deyotgan ma'rif bizga bergan ma'rifidan biz jiq narsa ololmabdi ekanmiz o'z vaqtida. Men o'zimning shu o'tmishni eslasam, maktabdan chiqib ketib jamiyatga kirsam, jamiyatda biz bergan maktabda o'qimagan bolalarning oldida biz nodon qoldik. Yani cemiyetinin mektubida biz savodsiz qoldik. Yani nolga kirib qoldik-da. Andan keyin shu cemiyetda qaytadan o'qidik. Masalan, necha yillardan keyin andan bir atamizdan qolgan atamizningki kitobxonlarning oralarida cho'g'ila yurib, kitoblarning orasida Navoiyninki, Shayx Shirozininki Muşuna o'xshash ilgari o'tgan nersi 500 yil, 150 yil oldin yashaganlarninki kitoblardan ba'zilari Chog'tay tilida, ba'zilari shu chog'dagi tillarda yozilgan bo'lsa-mu, ashuni tirishib yurib, ashuni o'qib, aqlning mo'yimliq bosqichiga kelgan chog'da tafakkurga aloqador kitoblarni izlanib, shu material topolmaydigan bo'lib ketdik-da, chunki biz nimani o'qishni o'rgandik. Şu zamanlarda mesela Hürmetçi Abdurrahman degan kishining var şu tasavvuf felsefesi mesela. Ayına o'xshab tarjima kitoblar o'tirib chiqdi. Jiq ozuqlarni berdi. Lekin aqlning nima ekanligini maktabdan chiqib 10 yildan keyin tarqatganimizni xotirlayman, eslasam. 10 yildan keyin shu bizga ota-bobolarimizdan qolgan kitoblarning yordamisi va keyingi aqlga aloqador
ilmiy bayanlar yoki maqola qatorliq shu ishqlar, ya'ni kichik shomlarning yo'rqida izdenish orqali tushunganimizdan keyin kelgan qanoat nima bo'ldi desa, hey, maktabdagi vaqtimizda mushu masalani tushungan bo'lsak, maktabda boshqacha o'qiganmiz degan edim. Men shunday xulosa kelib qoldim. Keyin boshqa do'stlarning fikr almashtirsakmi, ko'pinchisi shu o'xshash fikrda ekanmizda, ya'ni o'xshash qarash kelgan ekanmiz. Ya'ni biz ota-bobomizning keyingi ergish masjidlarda, dasqonlarda, jamiyatlarda, hunarda ustamlarning keyinda ergishib yurib, jamiyatlarning dasqonlarida tajribalanib yurib, Ovoz anglanmadi-ku. o'zimizningki ehtiyojlarni qamdab ketdik. Aql tugminiga biroz o'g'it tashlab ketdik. Lekin agar shu milliy ma'rifda bizning shu o'zimizdagi ijodchanlik, yangilik yaratish, aqldagi bu hurlik, irodadagi bu qattiqlik, kuchlilik qatorliqlarni tarbiyalash yo'q bo'lganlik sababli biz kechikib bayqabdik o'zimizni va atrofimizni. Bizdan keyingilar ham shunday bo'pti. Bo'lmagan bo'lsa bizning taqdirimiz kunsir bundaq hang'uchib ketayotgan bir holatga qolmagan bo'ladi. Dushman chidamas bo'lganligi uchun 80-yillardan keyingi uyg'unishga sabab bo'lgan milliy ustozlarninki, aql egalarining, vijdon sohiblarining, albatta buningda yana diniy ulamolarimiz bor. Shularning hammasiniki o'rtaq tirishchanligining natijasi ko'rilish boribsida Xitoyning chidamaslik tufaylidan shu 30 yillik ko'klash, baroq solish, taraqqiy qilish, milliy kuchlanish va kultur, madaniyat jihatlarda kuchlanib, o'zimizning kimligini qayta tunish bosqichiga ketayotgan zamonlarda oxirgi bo'ronlar chiqib, yer bilan yakson qilib etilganligini, hozir keyingi avlodlarninki shu milliy kimligimizga bo'lgan tushunchasi sababli jazolanib ketayotganligini, Xitoyning chidamasligini bilyapmiz, his qilyapmiz. Ham diasporada bo'lsa biroz bor imkonlar bilan aqlimizni qaytadan tunisak, biz qo'limizda ko'tarib olgan Qur'on bo'lsin, yoki hadis bo'lsin va yoki biz o'qiyotgan chet el tillari bo'lsin, atrofimizda bo'layotgan voqea hodisalar bo'lsin, masalani qanday qilib tuniymiz, tigiga qanday yetimiz, masalan xabarlarni ko'ramiz, har xil shaklda kunlikni minglagan uchurlar kelib turadi. Qanday analiz qilamiz, aql qanday tafakkur qiladi, tafakkur degan nima, masalan, shunga o'xshab turli masalalarda bo'lsa qo'limizga kitobdan birini tutilib darslik qilgan bo'lsak, pek ochiladi. Unda imkon yo'q. Lekin bu mavjud imkon bilan foydalanib turib, nimani aql deymiz, qanday ishlatamiz, aql na'ning funksiyasi bilan nima natijaga olib turdi, nimaning sababi bilan, nimaning ta'siri bilan deydigan narsalarni hammani biz tushunib ketgan bo'lsa, deb zaten yuragimiz tashna. Mundarcha, ya'ni programmaning kirish qismiga aloqador mazmunlar bu qadar bo'lsa, biz asli temaga kirdi mencha. Chunki qarindoshlarimiz bor. Biz bayatın deb o'tib ketgan narsalarning hammasini bir samovar paranglari hisobida anglagan, his qilgan, tuygan bo'lishi ehtimolligi yuqori. Vaqtimiz amalining qiymati bo'lgani uchun asli bevosita temaga kirgan bo'lsak, aql ishlatish, tafakkur qilish, o'ylanish qatorliqlarga nisbatan bizning muqaddas Qur'onimizdami ashtaq xitoblar, Allohning xitoblari ko'p. Va hatto tafakkur qilishning ba'zan ibodatlardanmi jiq quvvatga ega ekanligini, sabab bo'lganligini, natijaga olib kelganligini ishorat qilgan oyatlar bor. Shu nuqtada ilib aytgan chog'da aqldan iborat bu ne'mat inson bilan hayvonni oriydi deydigan ashtaq darajada muhimligi bilan
biz hammadan ishlatib kelayotgan shu aqlimizga tayanib turib, to'g'ri, xato deyotgan bir inson bo'lish ustimizdan o'zimizning aqlni o'zimiz oldimizga qo'yib turib, sen kim o? Sen nima? Sen qanday qilib ishlaysan yani? Sana nima lozim? Nima ziyon qiladi? Shu narsalarni bir o'rgansak, hammadan mush qatorda sizning ta'lim qilishingiz bilan inshaalloh. Albatta, naq maydon ko'rayotgan qarindoshlardan agar bizning so'zlayotganlarimizdan bakrak yoritib beradigan voqea hodisalari, boshdan o'tgan kechirmishlari va hatto uzundilari, kitoblardan ilg'an terminlar bo'lsa, millatning o'rtaq manfaati uchun o'rtoqlashsanglar yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Do'stlarga taqib qo'yishni unutmanglar. Chunki mushu aql masalasi va tafakkur masalasida biz mush milliy birligimizni qo'lga keltirish uchun qiyinchilik chiqaryapmiz. Mushuni bayqaganligimiz tufayli mush programma qilyapmiz. Shunga jiddiyat berib qo'yinglar. Xo'sh, aqlni ta'rifoti, ya'ni aqlni nimani aql deymiz biz? Bunda dehqonchiroq so'raydi. Sizning bir o'sha tushunchangizni olsa. Aqlni bilishdan burun, ya'ni aqlning nimaligini o'ylanish, aqlga dastlabki aniqlama berishdan burun aql degan mushu so'zning etimologiyasini bilishimiz kerak. Chunki aql albatta biz atalg'u haqida to'xtalyapmiz. Aql degan bir atalg'u. Shundaqmi? Lekin mushu atalg'uni haqida to'xtalishdan burun mushu atalg'uni atagan so'zlükning etimologiyasini tushunmasak, bilmasak, u chaqda biz bu atalg'uga to'g'ri, durust aniqlama berolmaymiz. Yoki bu atalg'uni tushunolmaymiz. Shunga oldi bilan aql degan so'zning etimologiyasini bilishimiz kerak. Undaqda aql degan nima? Aql degan so'z nimani bildiradi? Söz, ya'ni lug'at ma'nosi, aqlning lug'at ma'nosi nimani bildiradi? Hamda aqlning lug'at ma'nosi degan vaqtimizda aql degan bu so'z Uyg'ur so'z emas. Bu arabcha so'z. Undaq ekan, arabcha so'zning etimologiyasi bo'lmaydi biz uchun, Uyg'urlar uchun. Chunki bu bizning ana tilimiz emas. Agar ana tilimiz bo'lgan bo'lsa edi, uning etimologiyasini ko'rib, uning lug'at ma'nosini tadqiq qila olgan bo'lardik. Ayibki bo'lmagani shu etimologiyasi degan gapni bir dehqoncha izohlab aytgan bo'lsa. O etimologiya degan so'zningki kelib chiqishi, ma'nilarining taraqqiyoti, o'zgarishlari degan gapda hamda. Unda hukm degani uning oxirgi natijasimi? Hukm degani u hamda nimaga berib yetadi? Nima deymiz? Atalg'u ma'nosi doirasida bo'ladi. Ya'ni shu so'zlikning muqimlashgan atalg'uga aylangan. Mesela aql, hozir bizda aqlni oldimizga qo'ydik. Aql degan bu birinchi so'z. Aql degan so'z. Shunga bu so'zning lug'at ma'nosini tadqiq qilamiz, kuzatamiz. Andan keyin aql degan bu bir atalg'u. Endi buni ikkinchi qadamda buning hukmini, aqlning hukmi nima? Nima hukmi bor? Aql degan nima? Atalg'u ma'nosini tadqiq qilamiz, kuzatamiz. Shunga bu yerda oldimiz ikki ma'no oldu. Lug'at ma'nosi, aqlning va atalg'u ma'nosi edi. Hozir biz aqlning atalg'u ma'nosini so'zlashdan burun uning lug'at ma'nosini tadqiq qilmasak, bilmasak, aqlning atalg'u ma'nosini voyaga yetkazib tushunolmaymiz. Yoki xato tushunib qolamiz. Bu aql degan so'zning Uyg'ur tilida muqimlashgan yoki Uyg'ur tilidan kelgan bir ismi bormi? Bor, albatta. Nimati o idrokmi yoki? Ang. Masalan, Uyg'urchada biraz o'zgarib ketgan. Masalan, Türkçeni alaylik. Türkçede anladım deymiz. Shunday qo'y. Anladım deydi. Tushundim. Anladım degani aql qila oldim degan gap.
Agar aqlni ishlasak. Biz hozirgi tarjimada tushundim deb olamiz uni. Onun Tushunib deb oladi, albatta. Hamda hatto Qur'ondagi aql so'zinimi masalan Uyg'urchaga tarjima qilgan tarjimonlardan masalan Muhammad Solihmi tushunish deb oladi ko'pincha. Masalan Qur'ondagi ala yaqilun, ala taqilun degan tushunamiz onu. oyatlarni tushunmadinglarmi, tushunmadimmi deb oladi. Shunga bu endi mush aqlninki lug'at ma'nosini etimologiyasini izlagan kuzatgan vaqtimizda endi biz mushu aqlninki sizni aytın joyida so'radingiz. Aql degan bu arab so'zining uyg'urchasi nima degan yerda o'ylanmasak aql haqida bir aniqlikka erishmaymiz. Shunga endi biz aqlni ong deb bildik. Uyg'urchasi ong ekan uninki. Biz keyin biz islom dinini qabul qilgandan keyin Uyg'urlar ko'plagan so'zliklar, arab so'zliklar bizning tilimizga bosqinchilik qildi. Yoki bo'lmasa bizning tilimizga besib kirdi. Singib kirdi. Besib kirdimi? Besib kirdi deyman men, chunki ashna bo'ladi endi. Bu yerda farqlantirmasligimiz kerak. Farqlantirmasligimiz kerak. Besib kirdi, chunki u shu besib kirishi bilan bu so'zlar Uyg'ur milliy ahlini hatto shu tilga moyil qilib qo'ydi desak bo'ladi. Mundaq aytganda hozir arablashtiryapti desak bo'ladi. Esir qildi. Endi shunga biz hozir ikkimiz mushada ko'rarmanlar bilan vatandoshlar bilan birga o'tirib endi mushu aqlning asli ong ekanligini endi bilyapmiz. Qarang bu fojiaga. Demak, men tunji qitim oldim hozir. Demak, biz aql degan bu so'zning lug'at ma'nosini tashlab etdik degan gap, unutib ketdik degan gap. Chunki uning ong ekanligini bilmagandan keyin biz endi buning lug'at ma'nosini bilmadik degan gapda. Endi aqlning lug'at ma'nosini bilmay turib, uning atalg'u ma'nosini qandoq tushungil bo'ladi? Endi uni tushunish uchun endi uning lug'at ma'nosi bilan boshlasak, endi biz ongni qo'yib turib, aqlning zodi arabchadagi lug'at ma'nosi nima deb o'ylashimizga to'g'ri keladi. Shunda bo'lganda aql degan so'zning arabcha lug'at ma'nosi aql degan aqala, yaqilu, haqlan degan fe'ldan kelgan. Bu fe'l nima desa, bu bog'lash, tutish, asirga elish degan ma'nolarni bildirdi. Aql degan arab so'zining lug'at ma'nosi. Arabchadagi lug'at ma'nosi bog'lash, tutish. Asirga elish. Lekin endi tutish deganni shu asirga elish degan ma'nodan keldi. Bizda masalan voy palanin tutib olibdi saqchi deymiz-ku, tutib elish. Masalan, palanchini saqchi tutib olibdi degan gapni arabcha aql bilan keltirib jumla tuzib qo'ygan. Aqlning asli lug'at ma'nosi shundaq aqlning. Asli arablar ham shunda ishlatamdi hozir mushu aql degan lug'atni ishlatamishadi. Masalan men bir misol beray. Arablarninki yog'liqi yog'liqi uchib ketmas, beshidan tushib ketmasligi uchun bunda bir chambar va qora chambar qo'yadigan. Oshni iqol deydi. Iqol degan aqldan kelgan so'z. Aqldan kelgan so'z, ya'ni turg'uchi, yog'liqni boshqa bog'lab turg'uchi, tutib turg'uchi degan gap. Subhanalloh. Endi mushu aql degan so'zning andan keyin yana bir arabchada men sizga dey odam to'gini daraxtga bog'ladi deganni
Aqalal gamala biş şecera deydi. Allah. Yani tögünü daraxtga bag'ladi deganni aql qildi. Yani aql etdi degan gapda. Yani bag'ladi. Maşallah. Ha, ha. Demak, aql degan bu so'zningki lug'at ma'nosi, arabchadagi lug'at ma'nosi biz bir ma'nosini tutib tursak, o bag'lamoq. Tutmoq, bag'lamoq. Shunda bo'lgan vaqtida mushu lug'at ma'nosidan chiqsaq, aqlning u hukmlarni bir-biriga bog'lash bo'ldi aql degan. Ha. Siz ikkidan ortiq hukmlarni bir-biriga bog'layolmasangiz, demak siz aqlsiz degan gap. Aqlingiz ishlamaydi degan gap. Yani Shunga mushninki yana bir misolini beray. Mush bog'lashninki, hukmlarni bir-biriga bog'lashninki. Aristotel felsefede aqlning tabiatini tadqiq qilgan dastlabki faylasuflarning biri. Ve shundaqla Aristotel aqlni logika deb atagan. Aqlning funksiyasi, aqlning ichki xizmati, ichki ishi logikadir, mantiqidir. Mantiqi degan nima? Mantiqi degan Aristotelmi aynan deydi, masalan, hukmlarni bog'lash demakdir. Ya'ni bizde mundaq bir hukm bor deyli. Bu birinci hukm. Metal tok ötküzüdür. Bu hukm. Bu tushuncha. Metal tok ötküzüdür. Endi mushu hukm oldimizda. Bu birinci hukm. İkinci hukm tömür tok ötküzüdür. Bu ikinci hukm. Endi metal tok ötküzüdür. Tömür tok ötküzüdür degan mush ikki hukmni biz endi bog'lashimiz kerak. Demek tömür metal degan hukmga chiqamiz. Andan keyin tömür metal degan üçüncü hukm kelib chiqadi. Mush ikki hukmning bog'lanishidan üçüncü hukm kelib chiqadi. Mush üçüncü hukmni Aristotel hukm deb ataydi. Endi mush hukm to'g'rimi desak, albatta to'g'ri. Chunki her qanday metal tok ötküzüdü ekan, tömürmü metal ekan, unda tömür cho'qim tok ötküzüdü. Demek bu hüküm to'g'ri hüküm. Demek mushu hüküm aqliy hüküm hisoblanadi. Yani sebeplerini bağlap ekilip chiqarilgan bir natija chiqarildi. Natija chiqarildi. Mana aqlning funksiyasi hukmlarni bir-biriga bog'lab, uningdan keyingi hukmni hosil qilish. Endi mushuni qilolmagan insonda aql bo'lmaydi. Subhanallah. Ma bir artık kelmez deb o'ylayman. Bizning shu millatning yetakchisi deyotgan insonlarninki ma bu ilm-fan sohasidagilar albatta bu tushunchalardan bu munosabatlik materiallarni ko'rishda biraz qulay yo'lga chiqiqliq va oson ulaşıyorlar. Ama ma bu diniy sohada qarindoshlarcha bo'lsa, ular o'ziga yot bo'lgan bir tilni o'rganib, andan logika, mantiqa degan bosqichga borguncha bular bak jiq charchaydi-ku.
o'zi Albatta. jiq o'qib o'tgandek his qiladi. Shuning bilan tafakkuri qandaqdir bir yerlarda tutilishib yurgan tafakkur chiqadi ekan bu qarindoshlarimizdan. Hı. Buning jiq nimasini ko'rdik biz hali o'rnaklarni O deganimiz pek to'g'ri reallashib turayotgan masala. bu amaliyotda. Ha. Endi bu Endi shu buyoqki aqlning zoti berilgan tushunchani hozir bizning oldimizda bizga qo'rqoq soladigan bir qancha nima bor-da, so'z bor. Logika degan nima, mantiq degan nima, seni bilsa degan gaplarni qilatdik-da. O'zra sizni ba'zan chilishqancha olmasa, yeshimni bilmagan ekan. Ashta chilishib o'ynaydigan zamonlarimiz bo'lganligini esim kelib qoldi. Yani hozir tushundikki buni. Aql bir söz, arab so'zga, uningdan asli uyg'urcha ma'nosi ongkan. Ong degandan idrok qilish ma'nosidagi bog'lashgan, ya'ni bir narsaga qaragan bo'lsak, uning munosabatli uchurlarni tutish, saqlab uning tutishgan, undan ularning orasidagi munosabatlarni bayqab chiqib, uningdan yana bir yechim qilib chiqar ekanmiz. To'g'ri. Moshuken bu aqlning nimasi? Buni shunda zag'irtilda tunjiga to'g'ri ma darsni qarindoshlarim olay tavsiya qilaman yana takrar mush programmadan keyin yana qayta ko'rib chiqishinglarni, ona tilinglarda berayotgan bu yechimdan huzurlanishinglarni quvvat ep qilishinglarni inshaalloh umid qilamiz. Bundaqda aql to'g'risida yana bir bet ochgandek tuyuldi menga. Bu arada logika bilan mantiqni ikkisi bir ma'noda ifodalaylik chiqdi, faqat ikki atalganlik uchun bizga ikki xil hukmdek tushunilib ketdi. Bu o logika degan asli logic. Yani asli Grekçe söz, mantiqa degan Arapça söz. Şu mantiqa degani Arapça şu mantık deydi, Arapçada al mantık. Mantık degan mantiqa logikaning Arapça atılışı. Aşk şu emdi. Emdi biz Uygurca atılışı nima mishadin shuni bir so'rab emdi biz buni emdi Uygurca atılışı nima deb chiqqan vaqtimizda buning Uygurchasi anqirish. Yine şu angdan keladi, aql degan so'zningki Uyg'urchadan keladi, anqirish. Masalan, tömürning nima metalning tok o'tkazadiganligi bu bir yakin. Bu bir ang yoki hukm. Aningdan keyin tömürning metal tok o'tkazadiganligi bu bir hukm, ang. Endi biz mushu ikkisini bog'lab, ikkisini bir qilib, endi uchinchisini anqiramiz. Uchinchisini anqirganimiz nima desa, ya'ni mundaq aytganda logikalik tafakkur qilib, uchinchisiga yetimiz, uni anqiramiz deymiz Uyg'urchada. Ya'ni tok nima? Tömür metaldur degan ne anqiramiz, anqiytimiz. Şuna bu logika yoki mantiqa bizda anqirish demekdir. Pek yaxshi oldu hozir. Bizda atasözlerinin aralarında insanı insan qilgan aql bilan ang, tömürni po'lat qilgan nima, tömürni jimib qilgan po'lat bilan galdaygan bir gap bo'lgan. Hozir tam eslayamadim. Lekin mishada aql bilan ang degan so'zni bizning ziyolilarimizmi keyin bog'lab ishlatib. Asli bir so'z kimda? Bir söz bo'lganligi uchun aql bilan aql ang deb bundaq sizg'ichib qo'yib ishlatgan bizning ajdodlarimiz. Ya'ni aql sizib ang bor. Bir gap. Xuddi bizning ajdodlarimiz yana nim deymiz? Aqli o'shuni deymiz-ku masalan. Aqli o'shnimi? Ashta sizg'ich qilib qo'ydi. O'shmi nima desa, o'shmi aql, o'shmi ang. Bu uchisi bir gap endi. Bundaq aytib qo'ydim. O'shidan ketdi.
Hushidan ketdi. Ya'ni hushidan ketish degan nima desa, bir narsa qumlarni bir-biriga bog'lay olmaydigan bo'lib qolganda odam hushidan ketgan bo'ladi. Allah. Endi idrok var bizde. İdrak Idrok arabcha so'z yana o'xshashlar. bu hozir deyilayotgan, bu yoqinqi deyilayotgan lug'atlarga munosabat bor so'zmi yo bu ayrim so'zmi? Albatta munosabat var. İdrakning ma'nosi arabcha. İdrak arabcha so'z bo'lganligi uchun biz uning etimologiyasini arabchadan izlaymiz-ku endi. Uyg'urchada izlayolmaymiz. Uyg'ur so'z bo'lmagandan keyin. Shunga bu idrak degan so'zning lug'at ma'nosi adraka yudriku idrakan degan so'zdan kelgan arabcha. Bu nima desa, yetib bordi, ulaştı degan gap. Masalan, men mau ko'zoynakni tutdim. Biz biraz burun aqlni tutishdik-ku. Men ma ko'zoynakni tutdim. Arabchada buni nima deydi desangiz, barmoqlarim ko'zoynakni idrok qildi deydi. Ya'ni tutdi deydi. Ma'noga yetdi deydi. Shunga idrok qilishning asli ma'nosi, Uyg'urchadagi idrok degan qilishning asli ma'nosi nishonga yetib berish degan gapda. Men ko'zlagan narsaga yetib berish, shuni tutish degan gap. Bumu yeni bir tarafdan, tutishmi yeni bir tarafdan inglizcha qarasangiz, inglizcani tushundim deganni I grasp deydi. I know degan boshqa ma'no. Grasp. İngilizce söz bu grasp degan bo'lqi tutilish mundaqiliqi. Nim qilish degan ma'no nima berib chiqadi-da? Ma'no nima berib. Shunga bu idrok qilishning o'zimi yana o'xshash tutish, yetish, tegish degan gapda, yetib berish. Shunga idrokmi aql bundaq qilib ikkisi bir gap. Lekin biz uni endi bizning tilimiz bo'lmaganligi uchun, Uyg'urcha bo'lganligi uchun uni o'xshamaydigan ikki so'z deb muomala qilib kelgashga ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz bizmi shunday muomala qilgan bo'ldik-da hozir. Aytib bo'lmasin, lekin ko'z oldimga shunday bir o'nchimajan chiroyli deb hamma narsani esib olgan jangu bir odam bor ya. Ashunga o'xshaydigan bu tilimizda ig'irlikni his qildim men hozir. Shunga men biraz burun bosqinchilik qilgan, tajovuz qilgan, besib kirdi desam, siz biraz norozi bo'ldingiz. Amaliyot endi to'ygansiz, endi his qilgansiz buni. Nurg'un ortiq narsalar vakanda bizni putlab turayotgan yani. Bizning Allah'ni bilmasligimizmi? İslamiyetni to'g'ri tushunmasligimizmi? Yanıla bizning tilimizdagi arabcha so'zlarning sababidan. Biz bilmaganligimiz uchunki. Albatta. Biz uninki etimologiyasini, ya'ni lug'at ma'nosini bilmaganligimizdan kelgan. Shunga nurg'un so'zlarni bizning ajdodlarimiz arabcha qabul qilib ishlatib bizga akab berganligi uchun shu peti biz ishlatib uninki asli ma'nosini, lug'at ma'nosini bilmay uni har xil shaklda xiyol qilib olamiz ma'nosini, so'zlarni. Shunga hidoyat degan so'z masalan. Eng ko'p ishlatadigan so'z Uyg'urlar bu hidoyat degan so'z. Lekin nima degan gap hidoyat? Ya'ni hidoyatning lug'at ma'nosi, arabcha lug'at ma'nosi, ya'ni etimologiyasi tepish. Ya'ni Allah sizni hidoyat qilsin degan gap. Allah sizni toptursun degan. Toptursun. Yani nimini tapsız o çağda? Yine Allah'ını tapsız. Allah'ını. Allah sizni özünü taptursun. Taptursun degan gapda. Yani şeytanını tepip qalmang, Allah'ını teping degan gapda. Yolg'onni tepip qalmang, rostni teping. Batılni tepip qalmang, haqni teping degan gap.
Endi muşu hidayet degan so'zningki biz Hmm. to'limincha ishlatadigan so'zning eng oddiysi, aqallisi. Hmm. Biz buningki lug'at ma'nosini bilmagandan keyin Hmm. u so'zningki nimaligini, ishlatilgan jumladagi o'rni va uning funksiyasini faqat bilmaymiz degan gapda. Evet. Shunga Alloh sizni hidoyat qilsin deganda biz boshqa narsalarni o'ylab ketamiz. Yeah. Qanday hidoyat qiladi Alloh meni hidoyat qilsa, menga to'g'ri yo'l beradi deydi. U to'g'ri yo'l degan nimadi deb o'ylab ketamiz. Unda bo'lsa shu Allohning menga bergan birdan bir to'g'ri yo'li nima bo'ladi desa, shu Muhammad alayhissalom menga akab bergan Qur'on bo'ladi deydigan gapda. Hmm. Shuning bilan men Qur'onda nima deyilganmiz shuni qilsam, to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'laman deyman. Anandan keyin bir chatoq chiqadi bu yerda endi. Hmm. Lekin Muhammad alayhissalom bizga akab bergan Qur'onni uning tafsirchilari boshqacha bir shakllarda burmulagan holda menga aytib berdi. Endi men shu burmulangan Qur'on bo'yicha ish qilsam to'g'ri yo'lda mangan bo'lam dema, unday emasda. O yerga biraz nimarak kirsak, Bo'ladi. aqlni biraz tushungandan keyin kirsak biraz oson bo'ladi. Bo'ladi. Hozir Bo'ladi. Albatta, men endi yugurish musobaqasiga ishtirib etgandek shu qolsin. bo'ladi shu aqlning Ma temaga munosabatli bir savol so'rabdim Ahmedani bir qilishimiz. Kamil Tursun efendim deydi, aql bilan ong o'xshamaydi. Agar o'xshash bo'lib qolsa, bizning ichki tashqi mavjudligimizdan xabardor bo'lishimiz aqldinmi yoki ongdinmi deb bir savol so'rabdi. ichki tashqi nimadan? Mavjudligimizdan xabardor bo'lishimiz. ichki tashqi mavjudligimizdan ongdinmi, aqldinmi xabardor bo'lolmaymiz. Ong orqali xabardor bo'lmaydi. Bizningki ichki va tashqi mavjudligimizdan biz faqat o'y orqali xabardor bo'lamiz, aql ong orqali emas. Hismi qilolmaymiz. Mavjudlikni his qilolmaymiz, chunki hissiyotimizmi yolg'on so'zlaydi bizga. O'y orqali. O'y degan biz buning ütimiz hamda suhbatimizda Qur'ondagi la'allakum tafakkurun boshqa o'ylanmamsizlar degan kalima bor. O'ylanmamsiz degan kalima arabchasida nima deydi? Yatafakkar. Yana tafakkur bilan aloqadorkan. O'xshash shu tafakkur degan so'z shu yatafakkardan kelgan bizda. Endi Qur'onda ala yaqilun bilan ala yatafakkarun degan ikkisining ishlatilishi o'xshamaydi. Aql qilish, ya'ni anqirish bilan anglash bilan turkchadagi anglashmi, uyg'urchadagi anglash emas, tingshash emas, tushunish bilan deydi. Tushunish bilan ma'u tafakkur qilish yoki o'ylash ikkisi o'xshamaydi. Shunga tafakkur qilishmi toza inchga nima qilsak o'yga shu. O'y chunki qarang, tafakkara degan so'z bu fe'l arabcha o'yladi degan gap. Endi bu tafakkara nereden keladi desa, fikrdan keladi, arabcha fikr degan so'zdan kelgan. Fikr degan bizning uyg'urchadagi o'y degan gap shu. Ayni shu, o'y degan fikr. Bak xiyol bilan o'yning farqini cho. Xiyol bilan o'yning farqi cho'ng. U xiyolmi arabcha so'z. Fikrmi arabcha so'z, fikrmi. Arablarmi bu xiyol bilan fikrni ayiradi. Ikkisining ma'nosi o'xshamaydi. Shunga o'xshash bizda o'y bilan xiyolni bir tushunadi Uyg'urcha. Amaliyotda o'y bilan xiyol bir narsa emas. Bir narsa emas. Shunga Kamil Tursunning savoliga beriladigan javob qanday bo'ladi desa, ichki va tashqi mavjudligimizni, borligimizni aql va ong bilan bilinmaymiz. Faqat va faqat o'y bilan bilamiz. Chunki ong, aql inson bilan tug'iladigan ne'mat emas, tabiiy ne'mat emas u. Alloh bizga bergan ne'mat emas, aql bilan ong. Allohning bizga bergan ne'mati
biz bilen birle tug'iladigan ne'mat, ilohiy ne'mat o'y. Şuna o'y orqali biz ichki tashqi mavjudligimizni, borligimizni bilalaymiz. Bu gapni aytganda kichik bolalarning o'yi bor ekanda. Elbet kichik bolalarning uyi bo'lmasa, onasining emchigini qandoq topidi, qandoq sho'raydi, qandoq imidi, onasini Buni- qandoq tunuydi. Buni mana bizning hozirgi an'anaviy tushunchalarimizda bizga berilgan ma'lumotlar bo'yicha hidoyat bir qancha turga bo'lindi. Tabiiy hidoyat, hissiy hidoyat, aqliy hidoyat deydigan. Mana shu uchga bo'lib o'rgatganda bizga, ashta o'rganganda biz endi. Shu dastlabki tabiiy hidoyat degan Tabiiy kategoriyaga hidoyat. kirib qo'yilgan Uni- sizlar aytgan gapni. Buni Uni qanday tushunasiz? Arabchadimi fitrat deydi, fitrat. Fitrat, ha. Fitrat. Ha. Aql ong fitrat emas. O'y fitrat. Ha. Tamam. Chunki ba'zan masalalar men biroz sabrchan bo'lishni o'rgandim mush programmachilik qilgandan keyin. Chunki o'zimiz o'rganib olgan ma'lum bir narsani tutilib mushunga urilgan degandan otadigan, chaqadigan yoki Kamil Tursun'un hozir sualimiz shu. Çünkü Kamil Tursun aql ong bo'lsa, undaqda biz mavjudligimizni, ichki tashqi mavjudligimizni aql bilan, ong bilan bilamiz, nim bilan bilmaymiz deb so'rab qolgani shu. Ya bizga mushu ufqimma, shu bu Kamil Tursunmi o'ylanuvchi kishi bor. Albatta. Mushu ufqimma shu to'g'ri deb qarab singdirilgan ufqimcha bu. Albatta. Hazm qilinib yeshilgan emas bu. Masalan, aql ongninki mavjudligimizni isbotlab berolmaydiganligini hozir. Albatta. Mumkin emas. Isbotlab berolmaydi. Isbotlab berolmaydi. Mujda bo'lganlik uchun bu bizga shunday singdirilgan, choplangan, etiket qilingan so'zliklar bo'lganlik uchun ham kallaga kelib mavjud deb oldiga chiqqan savol bu. To'g'ri. Shu bizning hozir qator kelishilmayotgan masalalarimizda qiyinchilik chiqayotgan masala shu. Bizning kallamizda, aqlimizda bilim deb yuklab olgan shu hujunimizdagi bor narsalarga nurg'un etiket choplanib ketgan. Shu uning hayvatligidan, uning kim choplagan deganlardan kelgan bo'lsak, hech birisini yuritishga yoki ichini qarab boqishga quvvatimiz yoki nimamiz yetmaydi, chog'imiz yetmaydi deyiladigan darajada hayvatlik bu narsalarchi. Lekin mana ona tilimiz bilan tafsili o'tirib, biz boshdan kapaqili qarindoshlar nurg'un narsalarning titvarlikni chiqarayotgan bo'lganligini mush keyingi kunlarda ba'zan tushunishga boshladik. Shunga aql va tafakkurning Qur'onda takror tavsiya qilinishini bizmi tavsiya qilamiz? Tafakkur qilinglar, aqlinglarni ishlatinglar degan so'zga uyg'unlash uchun shu so'zni ibodat qatoriga chiqarish va loyiqida ijro qilishimiz uchun mushu programda nima qildik? Ma'lum bayatniyaga tafsili o'tirib ko'rgan qarindoshlar bo'lsa, balkim hayotida tunji anglagan nurg'un mazmunlarni anglagan bo'lishi mumkin. Ben shunday qarayman-da. Agar to'liqlaydigan yoki tuzadigan qarindoshlar bo'lsa, har vaqt yezinglar yoki telefon qilsanglar bo'ladi naq maydonga. Biz bu yerda bir narsa o'rgatguchilar deb chiqmaymiz shu. Chiqqan qarindoshlarimiz, hatto professor do'stlarimiz, professor vatandoshlarimiz deydi. Shuni mening bildiganim bu, mendan yaxshi biladigan qarindoshlar bo'lsa, deb bergan bo'lsa, xush qolaman degan umid bilan chiqadi. Şuna pidayla ekranga chiqqan qarindoshlarımızın hech biri bu yerdan biri palonchini ko'tarish, pistonchini cho'kirish emas. Ya'ni bu yerda shaxsning nopusini tiklash murodida, amojida, ya'ni maqsadida bo'lib boqmadik biz. Har qanday insonda millatga manfaat bo'lgan bir tal narsa bo'lsa, shuni sunilish vositasi bo'ladi deganlar nima qilgan, o'zimizga mizon qilgan. Şunlaşqa ekranga chiqqan, chiqmagan hech kimning shaxsiy salohiyatini cho'kirish, ko'tarish bilan munosabatimiz yo'q qilgan xizmatlarimizdan. Mashadini bir ta'kidlab qo'yay dedim. Bizning qo'limizdan u kelmaydi. Oxirgi shu kunlarda bir narsani xulosaladim shu hayotimda. Men 20 yillik hayot kechibdim, hozir 51 yosh kiribdim. İnson baholash degan narsaga qat'iy qadam bosmas oldim. İnsanning baholayolmaydiganligini çim tuttum, qoyil oldum.
Şuna o bahalash ya to'g'ri xato bo'lib qoldi ekan, yoki ortiq bo'lib qoldi ekan, yoki kam bo'lib qoldi ekan. Hargiz to'g'ri qilolmaydi ekanmiz. İnsonni inson baholayolmaydi ekan. Ammo insonning har bir qilgan ishini, o palonchi bo'lsinmi u, payg'ambar bo'lsinmi, dohiy bo'lsinmi, muallim bo'lsinmi, ota bo'lsinmi, ona bo'lsinmi, ash qilgan ishi xato bir ish qilgan bo'lsa, kim qilgan bo'lsa, u ish xato. Ash Doğru. xatoning o'zini tunisak, ay to'g'rining o'zini tunishni o'rgansak, ma oldimizdagi shaxslarga biz bununla ularning Marks'tan bayağı xato to'g'ri choplab uni suyatmay, o'z biti o'ynashni o'rgansak, o zaman biz oldin manalaydi ekanmiz. Bo'lmasa ma ismni almashgan sari ma xato bo'lgan tushunchalarimiz biz to'lg'ishib ketib, eziklig'im bo'lib qoldi ekanmiz. Şuna hozir qadar masalan o'tmishda o'tgan nurg'un insonlarning faloni, pistoni degan kishilarningki milliy manfaatimizga o kadar qilgan ziyonlarga nisbatan xoin demasligimiz, bergan foydasiga nisbatan qahramon demasligimiz sababmi? Ani desak miyri va, miyrini desak ayri va. Şuna mumkin emas ekan. Şuna shu inson bağlashdan chiqdim. Şuna bizni bağlashga kuchimizga bağlasammi parvoyimiz olmas bo'lib ketdik. Lekin temaga aloqador qanday so'zlarim bo'lsa inshaalloh biz o'rganamiz. Shunday qilib bugun bir pardasini ochdik, 1 soat bo'ldi. 1 soatni oshirib o'tmaslik talabini qilgan edingiz. Ammo Doğru. Mahmedan vaqt o'g'risichu so'zdan so'z chiqadi, qo'limiz bizdan chiqib qoladi. Ham uning ustiga burun bizning bu ikrom kelgan qarindoshlarimizning vaqti qis, alohida vaqt ajratadi. Bizmi alohida aram topgandan keyin chiqraq chiqib, ikromga chiqarib olsak, asta to'xtatib bir boshdan ko'rimizga anglab, chiqraq narsani o'rganib olgandan keyin biz bo'lgan ekan, mana qilib olamiz deb, manda o'ylab biz uni chiqraq vaqt bilan karimiz olmay shu ham o qarindoshlarimizning ko'pinchisi divasan bo'ldi deydiganmi, nimada bo'lib ketdik. Chunki mediada erkinlik yo'q. 10 yig'iz gap qilsa, 2 yig'iz yerini ko'chirib olib tashdakka guldast chizgandek o'zining maqsadiga xizmat qildirilganligini his qilganlikdan o'zi tushungan to'liq ma'lumotlarni o'ttirib qo'yish qiyinchilik bo'lganligini biz his qildik va shuni ularni vaqt cheklamasiga uchratmaslik uchun programmalarni uzun qilib bergan. Hamda bu programma inshaalloh qismliq bo'ladi. Bugun faqat betini ochdik, keyin yana davom qiladi. Programmani keyin ko'rib, bugun deyilayotgan va bundan keyin deydigan so'zlardanmi xatolik topsanglar biz birlikda o'rganishlarmiz. Shundaqmi Ahmadjon? Elbette, elbette. %100%. Men bugun programma boshlashdan oldida siz muallim, men o'quvchi desam, yo'q, ikkalan tam o'rganmaymiz, suhbatlash bo'ladi dedi. Albatta ko'rman do'stlarmi ichida o'tirib biz bilan tan suhbat qilayotgan bo'lishinglar tabiiy. Chunki inson bo'lish shiftimiz bilan o'zimizning ona tildagi programmalarning huzurini her boshqa yot tildagidan topolmaymiz. Kamil Tursun efendim yana bir savol so'rabdi. Endi ikki savol borkan, uni bir ekranga chiqib, uni bir so'rovga javoblayotgandan keyin ma programmani mishada to'xtalib, keyingi qismda davomlashtirishga tirishdilar. Birinchi Kamil efendim savoliga kelsak, menimcha ong bilan aql o'xshamaydi. Aql muloyiza yurgizish qobiliyatidir. Ya'ni u bir saymonga o'xshaydi, ammo ong ichki bo'lishimiz ve tashqi mevcutluğumuzdan xabardor bo'lishimizdir. Yani ichki tashqi mevcutluğumuzdan xabardor bo'lishimizdir debdi inglizcesine avranishda şekilde. Bununla izohat bo'lsa qisqa shaklda berib. Bu yerde elbette bu kishini o'zining ko'z qarashi ekan endi. Bumi xo'sh. Ya Kamil Tursun efendi bir Uyg'urlarning bir cho'ng ziyolisi. Hatta ben Kamil Tursun'u bir mutafekkir derecesiga qo'yaman. Kamil Tursun'un bu yerdeki o'yi hozir o'ylanishi nima desa, endi oldimizda mush aql va ongdan ikki narsa bor. Mush ikki narsaninki biri ma'nıga o'xshamaydi. Her birinin o'xshamagan vazifasi bo'ladi, funksiyasi bo'ladi. Shunga bu ikkisini bir qilib olsak,
bu yerda çataq chiqadi degan mushu o'ylanishni qilyotdi. Mushu o'ylanishni qilib beryotdi Komil Tursun bizga. Lekin bu yerda faqat birla masala bor. Menimcha Komil Tursunmu buni his qiladi deb o'ylayman. U bo'lsa-mu biz deyotgan bu aql va ongdan iborat bu ikki atalmış, biz başta o'ylab oladigan atalmış ikki hukm, amaliyotda bu bir narsa. Buning ikki bo'lib qolgani bizning faqat o'zimizning tilini, ona tilimizni va shundaqla so'zlarning, ona tilimizdagi so'zlarningki lug'at ma'nosini bilib, ona tilimiz bo'lmagan so'zlarning, masalan, aql, ongning lug'at ma'nosini bilamiz, lekin aqlning lug'at ma'nosini bilmaymiz. Shunga mushu bilmaslik mushu masalani keltirib chiqaradi. Komil Tursun efendimi mushu masalada tutuşup ketdi deb o'ylayman. Masalan, men Komil Tursun efendidan so'ray. Ong bilan aqlning farqi meningcha, mening hozir kallamga kelgani nima desa, xuddi muallim bilan o'qituvchining farqiga o'xshaydi. O'qituvchi Uyg'ur so'z, muallim arabcha so'z. Endi muallim bilan o'qituvchi bir gap desak, cho'qim meni Komil Tursun efendi bizga yo'q, o'xshamaydi. Muallim degan, masalan, boshlang'ichning o'qituvchi degan boshlang'ichning, o'rta maktabning, universitetning o'qituvchilarining hammasini o'qituvchi deymiz, lekin muallimni faqat boshlang'ichning o'qituvchini muallim deymiz deb turilishi mumkin. Lekin mushu ikki so'zning kelib chiqishi, mushu ikki so'zning etimologiyasini bilsak, lug'at ma'nosini bilsak, o'qituvchi bilan muallim ikkisi o'xshash bir so'z. O'qituvchi degan Uyg'urcha, muallim degan arabcha. Chunki o'qituvchini Uyg'ur tilidagi o'qituvchini arabchada muallim deydi. Shunga ong bilan aql bir gap, bir hukm, bir tushuncha. Lekin Komil Tursun efendining bizning ichki va tashqi borligimizni, mavjudiyatimizni bilishimizda turtkilik rol o'ynaydigan asosiy omil ongma emas, aqlba emas, balki o'y. Lekin bu masala meningcha Komil Tursun efendining hozirgacha texi o'ylab bakmagan masalalarning biri deb qarayman. Rahmat. Ovoz anglanmadi-ku. Numarını so'rabdi-ki, numarni qoldirib qo'ydim, men mikrofon yetib qo'ydim. Onbekende beyler. Yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshi, anlatamda. Anladık. Qani sizning ovozingizni amalda anglayapmiz, so'zingizni desangiz bo'ladi. Söylesem bulamda mantıqlı. Bo'ldi. Bo'ldi. Men yili kirib anlavatman aytib qiziqarliq tema to'g'risida mulohaza qilib ketsizlar. Endi men qiziqib qoldimda bu yerda ong bilan aqlni bir narsa deb Ahmad efendi tushuntiryapti. Ko'proq etmologiyasi so'zlarda arabchadan kelganligi aqlniki. Ong bo'lsa endi bu turkcha so'zda bir semitik tillarning birisi turkiy til. Buni tushunishga bo'ladi. Mening so'ralim so'rab bo'ldim. Aql bilan ong birmi deb so'rasam shundoq deb javob berdi. Endi birisi bu yerda aql degan vaqtimizda bu hayvanlarda mı var, insanlarda mı var bir tanlaş kabiliyetini göster. Bu köprek kabiliyet. Mesela ettigende durup biz kaysını kılımız, kaysı yolda mağamız, kandak, yeni tamak yiyemiz digendek biz her günü digendek bu suallara düşkünümüz ve o hakkında biz hüküm çıkarımız. Bu bizdeki kabiliyetini gösteriyor. Akıl.
Şuna akıllılık yoki bo'lmasa hayvonlardagi aqlning borligini bilimizda bu aql ya'ni wisdom. Yana birisi bo'lsa bu angninki bu bu qobiliyatni ko'rsatgan narsa emas, bu bir daraja yo'q. Masalan, hozirgi shu aqliy idrok mush narsalarda yasayotgan narsalarda bir yo'q narsa u bo'lsin angda. Ang biz o'zimizning ichki va tashqi mavjudligimizni xabardor bo'lishimiz, bilish emasda, o'sha yerda xabardor bo'lishimiz bu bizningki angliqligimiz yoki bo'lmasa insonlarga iborat shu sayyoramizda yashayotgan hech nimaga o'xshamaydigan bir unik ya'ni yalnız tenha bir homosepik mevcutluğunki bizimki başka mevcutluğlardan farkımız bizde anbada. Şunun için menimce an bilen akıl okşamaydı. Elbette akılları anlaydıgan gibi Ahmet Efendi'nin ayet düşündürdü Arapçada. Bu tarifi bağ, lekin yani bir kıtım sorgum geldi. Sizce Ahmet Efendim Ahmet Can olsun efendim. Siz akıl bilen, anla yani bizden bilen conscious'ne okşaşta paramısınız. Bir nerede paramısınız? Aql bilan anglama? Aql bilan angni bir narsa demsiz deydi. Bir narsa. Albatta, aql bilan ang bir narsa. Endi sizningki Kamil Efendi O'da bo'lsa yana bir shuni so'rab olayda. Mushuklarda yoki bo'lmasa Yunus pilig'i deymiz yoki bo'lmasa aqlli hayvonlar bor yer yuzida. Ularda aql bor. Sizningcha ulardami, ang bormi? Aql faqat va faqat insoniy narsa. Hayvanlarda aql bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Şuna insanlar aqlli hayvon degan hukum yo'q. Ya aqlli hayvan deydigan hukum bo'lmaydi. Hayvan aqlliq bo'lmaydi. Aqlliq emas hayvan degan. Aqlliq faqat insonli bo'ladi aql degan. Şuna insonni qandaq aniqlaydi desangiz, bütün faylasuflar, mutafakkirlar, ilim ehli insonni aqlliq hayvan deb sifatlaydi. Yani insan hayvan. Lekin u aqlliq. Şuna aqlliqligi hayvandan uni farqlantirdi deb qaraydi. Şuna aql bo'lmasa inson hayvan tugidi. O'xshash hayvan bilan farq bo'lmaydi. Qiziq bo'ldi. Sizcha chimpanze, orangutan, gorilla deydi, bular hayvonlarni shiltalaydi, o'xshamagan. Bu ularga aql emasmi? Ulardaki tabiiy xususiyat Kamil Efendi. Instinct deydi İngilizce. O aql emas. Demek eğer to'g'ri tushungan bo'lsam, sizningcha faqat insonda aql bor, hayvonlarda aql yo'q, shundaymi? Shundoq, albatta. Unda bo'lsa, angchu insonda bor, hayvonlarda bormi? O aql bilan angni bir narsa degandan keyin shunda bo'ladi da aqlni nima desak, angni shu o'xshash deymizda. Demak, insonlarda aql, ang bu bir narsa, faqat shu atalga o'xshamaydi, sizningcha. Hayvonlarda aqlmi yo'q, angmi yo'q. Insonda aql va ang bor, tushunarmi? Undaq bir narsa o'tirib chiqdi. Hayvonlardagi bizni aql degizgan narsa o aql emas, xususiyat dedi. Tabiiy xususiyat. Tabiiy xususiyat. Demak, yine şimpanze bo'lsin, orangutan, gorilla hayvonlarniki saymonlarni shiltalishi, masalan, ular yanaqlarni chaqib yoki bo'lmasa bir hujum uchirgan vaqtida qarshi tarafga shu o'zini ishlatadigan qurolga o'xshagan narsalarni itishi ularga aql emas, shundaymi? Yo'q, tabiiy xususiyat. Xuddi masalan hayvonlarning yoki hayvonlarning ben aniqroq desak masalan jismonim. Şunu tabir versen. Kamil Efendi,
Kamil Efendi, kuşlarının öy yasayalışı, öy salalışı, hayvanlarının öy salalışı. Bunu akıl demsizsiz, bu akıl emez. Bu tabii hususiyet. Bu Biraz farkı var çünkü kuşlarınki uğursuzluğu bilen gorillarınki mesela yamak tipideki neslen çıkıp aşılan aşı yiyişi yaki olmasa özünü kovduşu biraz okşamaydı. yani Mesela bu okşamaslık Kamil Efendi san cihetlik okşamaslık, süpet cihetlik emez. Onda olsa mesela dolphin bilimiz var, dolphinlar. Delfin. Ola əynəkdə özlərini qıralaydı, ya ki, əynəkdə özlərini tonayalaydı. Bunun qana qaraysınız? O mu tabii hususiyettinki bir derecesi. Akıl emez. Mesela deylik şapirangni mesela bir eynekninki nait süzük bir eynekninki küçük bir yerinden tüşük içip koysanız şapirang özünü eyneknin başka yerlere vurmay aş tüşükten uçup giderleydi. Hem de bunu biz şapirangның hususiyetini, tabiiyetini bilmesek şapirangni çokum akıllıkken demey amalımız yok. Aşu eynekteki aş tüşükni körüp şunundan ütüp giderligenlik üçün dep oylaymiz. Ameliyatı şapirang o tüşükni körmeydi o. O eynekini mi körmeydi? Şapirang karığı köz körmeydi şapirang. Fakat şapirang avazını yollaydı, şapirang avazını yollaydı. Aşı şapirangның avazının eks sadası şapirangi kemmese demek muşa uçuk dep şapirang şu tabi hususiyetiyle bilip aşağıdan ütüp gidiyordu. Şuna bu tabi hayvanlardaki özlerden kapkagan mesela müşük tarat bulup bunu kömüydü. Bu özündeki tabi ben unutup kaldım, onun bir ismi var. Hususiyet. Aşını siz akıl bilen yaki olmasa o akıl emez, anlamaz tabi davatsız anlamaz onu düşünmem, önemli okşaş ama benimce bir şey bir akıl nait kızıkarlık akıl bilen anınki perk doğrusu da mundaq bir misal isim geldi de Tevrat'ta isim kızcam Süleyman Padişah'a yani şu vaktilik içinde deydi de Perverdigar Kuda görünüp sen yemini iltica kılan bulattın yaki olsan yemin lazım degen çakta Süleyman Padişah Perverdigar'dan baylık yaki uzun ömür yaki undaq ne sormay bana akıl paraset, akıl bergin deydi. O çağda neticede Perverdigar onunla sen uzun ömür baylık sormay, akıl paraset degen sorğanlığın için sen akıl parasetini vermen, uzun ömrün vermen, baylıkını vermen diye bir vakalık var. Yani bu demekçi oldum. Şu çağda Süleyman Padişah'ın sorğanı akıl paraset soraydı da o an sormaydı. Çünkü an bu insandı bağ. Biz özümüzün mesela gözümüzü yumğa vaxtımızda işki dünyamızda ve teşimizden haberdardı. Biz hayvanların tariximiz. Muşiyede sınınca Xudanın onun belgini hem an verdi hem akıl verdi. Muşiyede bir neresi mi? Müşahede ben ne kaldım mı abi? Yani ortak bayatınkı birinci algan dersten çıkarlardı değil mi? Biraz üzerime sever kılamadım. Bu tekrar soruldu vardı. Anılan akılının bir işkelliği doğrusunda gümanınızı tekrar kılıvatsınız. Buna delip oldu. İkisi bir nerse değildi. Fakat ikisinin ortasındaki fark nerede oldu ise ondakta insandaki akılla hayvandaki akılının farkını sordunuz. Bunun da Ahmet Osman efendim o insanlardakisine akıl değmez. Akıl fakat insan tasfikom, atal bu. Lekin hayvandakisi hususiyet dedi. Bir yerde bir yeşillik buldu. Eğer bunun kail bulmagan bolsanız
hayvandaki aql emas ekanligiga yoki bunun aloqador boshqa mazmunlardan biroz izlanib bakkan bo'lsangiz. Chunki bir javob berilib bo'ldi. Bundan ortiq javob yo'q. Bu programning vaqti uzrab ketdi. Bo'ldi, tushundim. Agar Demak, aql bilan aql bir degan qarash ekan. Ahmadjon men gap tartib o'qib qoldim. Sizning gapingiz bo'lsa, bu yerda men savrasizlikdan afsus so'rayman, ammo siz shu nimaga chiqib qo'ygan hisobda oxirgi so'zingiz bo'lsin bu yerda. Bu savolga aloqador. Men shu javobini berib bo'ldingiz-da. Menimcha javob berib bo'ldi. To'g'ri. Ikkisini bir deb qarayotgan. Bo'ldi, rahmat. Ma'qul. Sizga rahmat. Yana tartishsak başkan ketib qoldi. Bunun ufqini bu manda, yani hayvandaki xususiyat degandan tugidi. Bu atalg'uning masalasi. O'ttirdi hayvandaki aql deyilgan, o adam aql deb ko'rgan Ahmadjon Osman efendim xususiyat ko'rgan narsalar bir. Faqat ismini tanishyapmiz. To'g'rimi? To'g'ri. Yani Ahmadjon Osman efendim bugungi temaga aloqador aql, ong ikkisi bir masala, bir mazmun, bir hukm. U faqat insonga xos. Hayvandakining hammasi qanday aqlli ko'rinsin, döt ko'rinsin, bularning hammasi hayvonlarning tabiiy xususiyat dedi, tugidi, qozon yepildi. Buning ortiq toplaydigan yeri qolmadi. Buning qoyil bo'lmasa, qoyilmagan odam boshqa shaklda kelgan yaxshi. Bu savolga mana bu nimaniki programma vaqti uzrab ketmaslik uchun. Lekin naqmaydonlar programmaga telefon qilgani va uchurlar savollar orqali hamdan bo'lganiga ko'p rahmat aytamiz. Yana bir savol var, shuni so'radilar, andan keyin tugitdilar. Bu yana uzra ketib qoldi. Apo qilishinglarni so'rayman. Shuur bilan ong. Uyg'urchada ong deb olsak bo'lamdi, shuur ne deydi. Arabchadagi shuur ne? Türkçede mi shuur deydi. Uyg'urchadagi ong shuma degan shaklda savol kim bu? Şuur mu Arapça söz? Şuur mu Arapça söz? Akılga o'xshash. Yani akıl mı Arapça söz? Şuur mu Arapça söz? Akıl deganini tushundik biraz burun. Onunki lug'at ma'nosini, Arapça lug'at ma'nosini. Endi şuurning mu Arapça lug'at ma'nosini tushunsak, bilsak, o chaqda aql bilan şuurning farqini bilalaymiz. O'xshashmi, farqliqmi? Buni bilalaymiz. Şuur degan söz, Arapça, şuur degan söz bizning Uyg'ur tilidagi tuyg'u degan söz. Yani Araplar bir Arap mesela şa'artu degan bo'lsa, hatta Qur'onda mu ba ala yash'urun, ala tash'urun deb bakjiq askartilgan. Yani sizlar tuymamsizlar degan gap. Ula tuymamdı degan. Bu tuyuş. Şuur degan tuyg'u. Endi tuyg'u Uyg'urchada mu ba'zida bilish ma'nosida keladi. Masalan, "Ey, sening eski odamligingni tuyib qoldim jumo" deymiz biz masalan. Yani bu nima deganlik desa, "Ey, sening eski odamligingni bilib qoldim jumo, aqlimga yetib qoldi jumo" degan ma'no. Lekin tigi tahdidan surishtirsak so'zlarninki etimologiyasini, lug'at ma'nosini surishtirsak, ikkisi o'xshamagan ikki so'z. O'xshamagan ikki hukm, o'xshamagan ikki ma'no. Lug'atan, yani lug'at ma'nosidan ilib aytgan vaqtida. Shunga aql degan ong, shuur degan tuyg'u, endi biz Uyg'urcha ikkisining Uyg'urcha so'zini tutib olgandan keyin bizga yot olmaydi. Bak yaxshi bilibdimiz biz endi o'zimizning ona tili bo'lgandan keyin. Ong degan ong, tuyg'u degan tuyg'u. Shundan emasmi Uyg'urlar? Shundoq, albatta. Ikkisining farqi zo'r. Bek yaxshi oldu. Biz shu kunimizga qadar ziddiyatlarning ko'pinchisini aqlga bugun tema aqlla tafakkur deyildi. Ama yana aqlimizning chalgan narsaning birisi nima edi desa, hukmlar edi. To'g'ri. Yani bu hukmlarmi bizni naji qaymoqtirgan edi. Chunki aqlimiz quluplangan bizning uchun. Aqlimiz quluplanganligi uchun 1000 yil burungi insonlardan qolgan narsalarning o'zini shu dogma ekirib aqlni ishlatmagandan keyin bizning
nimamizga, turmushimizga bösep kirgen, tajavuz qilib kelgan bu ushqunlarning ichida qaymoq qilib To'g'ri. Mushu tema munosabati bilan mushunga o'xshash har bir temaga aloqador har bir so'zliklar bo'lsa, o'tirib etilsa, inshaalloh mushuning ma'nosida amaliyotdan o'rganib qoldik ekanmiz. Bu qilmishimizga rahmat aytamiz. Programma o'sha yerda to'xtatildi. Men bek xush bo'ldim. Bekchiq yaxshi Men narsa xush bo'ldim. o'rgandim. Men bugungi tunji darsni olgan topshiriqni bayatdan ishlab etdim aynan. O'zim tutib ololmay. Belki bu şey tepside kögen qarindoshlar o'qib qolsa, ularning buning ta'siri cho'qim o'zida his qiladi. Sizga ko'p rahmat. Sizlar soni Sizga ko'rsin. rahmat. Tomoshabinlarga ko'p rahmat, anglag'uvchilar, ko'rguvchilarga. Hı. Ikkinchi kelar qatimda ko'rishaylar. Ajna qildi. Bo'ldi. Ma'qul, amon bo'ling. Aman bo'linglar. Xo'sh. Xo'sh. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu yerga qadar bo'ldi. Kamil Tursun efendimden özür sorayman, sözünü bölüp ötüp qalganımdan ve Ahmet Osman efendimden bergan cevabını onu men zokunluq qilib qolganligimdan o kişiden efendim sorayman. Ko'raman do'stlarninki bu programmani tafsili o'tirib, oldiga dokusini olib qo'yib, yaxshi ko'rishini yana takror tavsiya qilaman. Chunki biz uchun jinimizdami aziz deyilayotgan dinni bilishimiz uchun shu aql lozim. Pul tepish uchunmi, hayotda insondek yashash uchunmi, hamma narsamiz uchun bizga aql lozim. Ammo o'sha aqlni yaxshi tushunib, yaxshi ijro qilish uchun bugünkidek dars lozim qarindoshlar. Shuning uchun takror tavsiya qilaman, sizlarni tavsiya qilishinglarni tavsiya qilaman. Bo'ladi programmani davomlash uchun bizga va Ahmad Osman efendimga bo'lsa ayrim uchur qilib fikir talablaringlar olsa yollasanlar, so'llaringlar olsa arasanlar inshaalloh birlikda o'rganamiz. Shuarimiz shu, birlikda o'rganamiz. Albatta o'rtaq g'oya maqsadlarimiz uchun. Amon bo'linglar, kelar sani ko'rishaylik.